Xo'p, sizning otingiz Zinoga nima sabi? Otim Muhammad Nabi. Qayerdan bo'lasiz? Yanqaladan. Xo'p, qaysi masjiddan bo'lasiz? Bu Qorsoat masjiddan. Xo'p, bu nima narsa qo'lingizda? Televizor. Buni qayerga eltasiz? Buni masjidga. Buni nima qilaman deysiz? Buni sindiraman. Sindirasiz, nima dalga sindirasiz? Buni shoyat 20 ming azinasi bo'lsa, bir dastkosi bilan qancha pulni bir tos? Buni Erondan o'rgangan Alloh baxsh qilsin menga. Albatta o'shaning pulini Alloh so'ramasin. Xo'p. O'shancha sindiramanki, bu gunoh ekan bilmaydim. Xo'p. Bu tarixdan nari endi televizion ko'rmaysiz degan? Bu tarixdan nari men boshqa televizion o'qitmayman. Olim buni siz masjidga olib keldingizmi? He, albatta qo'yganim yo'q edi o'yimga. Endi sindiraman, o'rab qo'ydim baxtirab. Xo'p, bu tarixdan endi televizion sizga bas degan? Qaramayman. Sizga bir iftixor qamlaringizni ichiga? Bali, menga bir iftixor. Ko'p yaxshi gap, ko'p yaxshi gap, ko'p yaxshi gap. Xo'p, birga ko'ring, ko'raling qani, siz sindiring qani? Boring qamlar. Hozir qo'y bunga. Palvan uring ya. Nima bo'ladi? To'xtang. Bak. Bu kompüterni Sinmay. Xo'p, bir chakchak G'ulom Naboyev iftixoriga qilinglar. Bir chakchak qilib G'ulom Naboyev iftixoriga. Aferin. Bir jon tashakkur bu Nabiga.